Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Hammaga qiziqki, Amirxon Alixo'jayevni butun O'zbekiston, balki qo'shni davlat sport muxlislari juda yaxshi taniydi. Qo'qon she'ri taxallusi bilan tanilgan sportchidir. Tashqi ko'rinishi juda ham vahimali va raqiblarni qo'rquvga solish bo'yicha boshqa sportchilardan ajralib turadi. Bugungi video roligimizda Amirxonni Qozog'iston MMA yulduzi aktyor Erkabilan To'xtar bilan solishtiramiz. Xo'sh, ularning kuch salohiyati qanday? Ikki sportchi to'qnash kelib qolsa, qay biri g'alaba qozonadi? Buni albatta video davomida bilib olasiz. Erkabilan To'xtar 1995-yil 29-dekabrda Olma-otada tug'ilgan. To'xtarning balandligi 1,80 m. Endi esa Muhammad Amirxon Alixo'jayevga keladigan bo'lsak, 1998-yil 2-sentyabrda Qo'qon shahrida tug'ilgan. Balandligi 1,80 m. Ko'rib turganingizdek, ikki sportchining balandligi bir xil. Ularning og'irligi ham bir xildir, ya'ni 70 kg. Erkabilan To'xtar ko'p chiqishlarda qo'l jangi bo'lsa hammani mag'lub etishni ko'p marotaba takror va takror aytgan. Chunki To'xtarning qo'li juda ham yaxshi ishlaydi. Iloji boricha raqibni masofadan turib ag'darishga harakat qiladi. Klinch holatiga esa kamdan kam holatlarga kiradi xolos. Amirxon esa qo'lda ham, oyoqda ham juda yaxshi jang qila oladi. Amirxonning juda ham ko'plab janglarini kuzatgan bo'lsangiz, qo'l va oyoqdan tashqari u zaxvat olishga ham ustasi farangdir. Demak, bu borada Amirxon To'xtardan ko'ra birozgina ustun desam ham bo'laveradi. Shu bilan bir qatorda Erkabilanning zarbalarini ham unutib qo'ymaslik kerak. Erkabilan To'xtar 2021-yildan beri 10 ta jang o'tkazdi va 7 ta g'alaba va 3 marotaba mag'lubiyatga uchragan. 2021-yil 14-noyabrda hamyurtimiz Abdulaziz Sotvoldiyev bilan jang o'tkazadi. Abdulaziz To'xtarning bo'yin sohasidan bo'g'ib oladi va muddatdan oldin jangni yakunlaydi. Albatta, bu holat To'xtarga umuman yoqmaydi va revansh jangni xohlaydi. Qarabsizki, To'xtar Abdulaziz bilan yana bir bor to'qnash keldi. 2022-yil 19-fevralda bo'lib o'tgan jangda Abdulazizni mag'lub etadi. Amirxon ham 2021-yildan o'z jangini boshlaydi. Jami 7 ta jang o'tkazadi va 2 ta mag'lubiyatga uchraydi. Aniqroq qilib aytganda, ikkinchi mag'lubiyat Amirxonning quloq sohasidan jarohati tufayli yakunlaydi. Ushbu jarohati bilan Amirxon jang qilishga tayyor edi. Biroq hakamlarning yakdil qarori bilan jang to'xtatiladi. Amirxon Magomed bilan jangda juda ham yaxshi va faol ishtirok etadi. Ko'rib turganingizdek, raqib zaxvat olishga juda ham ko'p marotaba harakat qiladi. Amirxon bunday zaxvatlardan osonlik bilan chiqadi. Ammo Magomedning oxirgi zarbasi Amirxonning quloq sohasini yirtilishiga sabab bo'ladi. Biroq Erkabilan To'xtar ham Odilxon Kamolovdan mag'lub bo'lganini unutib qo'ymaylik. 2022-yil 14-noyabrda Odilxon va To'xtarning jangi bo'lib o'tadi. Odilxon Kamolov Erkabilan To'xtarning qo'lini zaxvat olib, muddatdan oldin g'alaba qozonadi. Biroq Erkabilan To'xtar revansh jangni xohlaydi va shunday ham bo'ldi. 2024-yil 9-mart kuni Odilxon Kamolov To'xtar bilan ikkinchi marotaba to'qnash keldi. Jangni ko'rgan bo'lsangiz kerak, To'xtar bu jangda juda ham faol ishtirok etdi. Odilxon esa bir kun oldin sog'lig'ida muammolar borligi sababli ham jangga chiqdi. Endi esa Amirxon va To'xtarga keladigan bo'lsak, klinch holatda To'xtar jang qilishga qiynaladi. Ustunlik albatta Amirxonda desam ham bo'laveradi menimcha, shundaymi? Qozog'istonlik jang ustasi aktyor bo'lishiga qaramasdan o'zining sport formasini aslo yo'qotib qo'ymagan. To'xtar juda ham ko'p marotaba aytadi: agar men aktyorlikni bir chetga surib faqatgina sportga qarasam, juda ham ko'p yutuqlarga erishaman. Albatta, uning gaplarida jon bor. Erkabilan To'xtar uchun MMA oddiygina hobbi, balki zerikkanidan jang qilar. Albatta, to'g'ri tushunish kerak. Aksariyat vaqti kino syomkada o'tadi. Amirxonning oxirgi jangini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Qozog'istonlik Akembeki Ayjakiga qarshi bo'ldi. Jangning boshidanoq Amirxon hujumni boshladi. Raqibning bo'yin sohasidan bo'g'ib oldi va behush holatiga solib qo'ydi. Aytib o'tganimdek, Amirxon qo'l va oyoqda bemalol ishlay oladi va bundan tashqari zaxvatga olishga ham ustasi farangdir. Erkabilan To'xtarga kelsak, u ham anoylardan emas. Raqibni mensimaslik yaxshilikka olib kelmaydi. To'xtar ham raqibga moslashib oladigan yigit.
birinchi raundda bor vujudi bilan harakat qiladi. Agarda u ikkinchi va uchinchi raundga o'tadigan bo'lsa, To'xtar charchab qoladi. Bu esa uning kamchiliklaridan biri. Ammo dastlabki jang barchasini hal qilishi ham mumkin. Balki bitta zarbadir. Do'stlar, siz nima deysiz? Amirxon va To'xtar to'qnash keladigan bo'lsa, qay biri g'alaba qozonishi mumkin? Videoni boshida aytganimdek, Amirxon qo'l va oyoqda bemalol harakat qiladi va zaxvatga olishga ham qiynalmaydi. To'xtar esa dastlabki daqiqada bor kuchini sarflab raqibni ag'darishga harakat qiladi. Vaqti kelsa To'xtar ham zaxvatga oladi. Biroq erkabalanning boks uslubi birozgina xavfliroq. Do'stlar, o'z fikringizni samimiy izohlarda qoldiring. Bu ikki sportchiga faqatgina omad tilab qolamiz. Videoning yakunida esa kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni yodingizdan chiqarib qo'ymang.